Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti axborot texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi Xolbekov Abdusattor Muhammadovich. Bugun biz sizlar bilan texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan axborot kommunikatsiya texnologiyalarini tashkil etuvchi komponentlar mavzusida tanishib chiqamiz. Reja quyidagilardan iborat. Birinchi, aloqa tarmoqlari, axborot uzatish kanallari usullari, ikkinchi, tarmoq apparatlari va protokollari, uchinchi, kriptografiya va raqamli imzo, to'rtinchi reja, elektron aloqa qurilmalari. Aloqa tarmoqlari turlari asosan quyidagilarga bo'linadi. Aloqa tarmoqlari: lokal tarmoq LAN, mahalliy keng qamrovli tarmoq WAN, shaxsiy tarmoq PAN va boshqalar. Aloqa tarmoqlarining vazifalari: aloqa tarmoqlarini tashkil etuvchi qurilmalarni o'zaro bog'lash va ma'lumotlarni almashish imkoniyatini bajaradi. Asosan ular telefoniya, internet va boshqa xizmatlarni taqdim etadi. Axborot uzatish kanallari bu asosan ikki turga bo'linadi. Ya'ni bular simli va simsiz. Simli bu o'zaro mis kabellar, optik tolali kabellar simli aloqa uzatish kanalini tashkil etadi. Bular o'z navbatida yuqori tezlik va ishonchni ta'minlaydi. Ikkinchi aloqa uzatish kanali bu simsiz uzatish kanali hisoblanadi. Simsiz uzatish kanali bu radio to'lqinlar, infraqizil nur, sun'iy yo'ldosh aloqalari simsiz uzatish kanaliga misol bo'la oladi. Asosan ular harakatchanlik va qulaylikni ta'minlaydi. Axborot uzatish usullari quyidagi ikki turga bo'linadi. Ya'ni bular analog axborot uzatish va raqamli axborot uzatish. Analog axborot uzatish bu signalning o'zgaruvchan amplitudasi yoki chastotasini o'lchashga asoslanadi. U odatda audio va video signallar uchun ishlatiladi. Raqamli uzatish esa ma'lumotlarni raqamli uzatishda asosan 0 va 1 raqamlardan foydalanadi. Ular asosan ma'lumotlarning ishonchli va to'liqligini ifodalaydi. Tarmoq apparatlari quyidagi 4 ta tarmoq apparati bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni bular router, switch, modem, hub. Router bu tarmoqdagi barcha segmentlar orasidagi ma'lumotlarni uzatish uchun xizmat qiladi. Switch tarmoqdagi barcha qurilmalar orasida ma'lumotlarni o'zaro bog'lash uchun xizmat qiladi. Modem raqamli signallarni axborot signallariga va analog signallarni raqamli signalga aylantirib berishni ta'minlovchi qurilmadir. Asosan bu ma'lumot uzatishda telefon liniyalari orqali amalga oshiriladi. Hub bu qurilma esa tarmoqdagi barcha qurilmalarni o'zaro bog'laydi, ma'lumotlarni barcha qurilmalarga bir vaqtda uzatadi. Axborotlarni uzatishda tarmoq protokollari deb ataladigan protokollar mavjud. Ular quyidagilardan iborat. Ya'ni bu birinchi TCP/IP, ikkinchi HTTP, uchinchi FTP, to'rtinchi esa SMPT. Demak, bu protokollar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi protokol, ya'ni TCP/IP protokol internetning asosiy protokol bo'lib, ma'lumotlarni uzatish va qabul qilishni belgilaydi. Ikkinchi protokol HTTP protokoli bu veb sahifalarni o'tkazish uchun bajariladigan protokoldir. Asosan bunda veb brauzerlar va veb serverlardagi ma'lumotlarni o'zaro bog'lash uchun qo'llaniladi. Uchinchi protokol FTP asosan fayllarni o'tkazish uchun qo'llaniladi. Bu protokollarda tarmoqdagi serverlar va mijozlar orasidagi ma'lumotlarni o'zaro ta'minlaydi. Va oxirgisi SMTP protokoli elektron pochta xabarlarini o'tkazuvchi tashuvchi protokol bo'lib, asosan bunda elektron pochta orqali yuboriladigan xabarlarni serverlar orqali mijozlarga uzatishni ta'minlaydi. Kriptografiya va raqamli imzo. Kriptografiya bu ma'lumotlarning maxfiylik va butunligini ta'minlash uchun ishlatiladigan shifrlash usullarini o'z ichiga oladi. Raqamli imzo hujjatlarning haqqiyligini va muallifni tasdiqlash uchun ishlatiladigan kriptografik usul raqamli imzo deb ataladi.
Elektron raqamli qurilmalari. Elektron raqamli qurilmalar quyidagilarga bo'linadi. Kompyuterlar raqamli elektron aloqa qurilmasi bo'lib, ulardan ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash va uzatish vazifalarini bajaradi. Planshetlar, ixcham kompyuterlar, ular ko'chma va ko'p funksiyali bo'lib, o'yinlar, internet va boshqa xizmatlarni ta'minlashda foydalanadi. Mobil telefonlar aloqa va ma'lumotlarga kirish uchun ishlatiladigan ko'chma qurilma bo'lib, ularda asosan telefon qo'ng'iroqlari, SMS, internet va boshqa xizmatlarni ta'minlaydi. Dasturiy ta'minot quyidagi 3 ta dasturiy ta'minotdan iborat. Ya'ni bular birinchisi operatsion tizim, ikkinchisi dasturlar, uchinchisi esa drayverlar. Operatsion tizim kompyuterning ishlashini demak boshqaradi. Dasturlar muayyan vazifalarni bajarishga mo'ljallangan. Drayverlar qurilmalar va operatsion tizim orasidagi muloqotni o'rnatadi. Xavfsizlik tizimi bu quyidagi bandlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bular: birinchi antivirus, ikkinchi firewall, uchinchisi parol, to'rtinchi shifrlash. Antivirus bu viruslar va zararli dasturlardan himoya qiladi. Firewall tarmoqqa kirishni nazorat qiladi. Parol ma'lumotlarning ruxsatsiz kirishining oldini oladi. Shifrlash ma'lumotlarning maxfiyligini saqlash uchun shifrlashdan foydalaniladi. Hurmatli tinglovchilar, o'tgan mavzu shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.